Lisinovadagi joylashgan tijoriy maydonga Armstrong patologlarni Gipsalite kompaniyasi o'rnatib ketdi. 3 kun ichida kamida 300-400 kvadrat metrni bitirdik. Bu yerda oziq-ovqat do'koni, novvoyxona, somsaxona va xususiy ofislar joylashgan. Hozir men sizlarga qisqacha obzor qilib ko'rsataman, yuringlar. Mana masalan bu novvoyxona nima uchun Armstrong patologlarni o'rnatiladi? Yong'in xavfsizligi talabiga javob beradi. Undan tashqari hid chiqazmaydi, boshni og'ritmaydi, tabiiy mahsulot hisoblanadi. Tezda o'rnatib ketiladi. Mana shunaqa sizlarga ham kerak bo'lsa, hozirroq shaxsiy xabar jo'nating yoki kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Ikkinchi maydonimiz mana somsaxonani o'zi. Mana shunaqa chiroyli joyda somsani bemalol chiqarishadi. Tepadagi sarg'ayib ketmaydi, tabiiy oppoq bo'lib turadi va svetni bir xil tarzda hamma yoqqa tarqatib beradi. Keyingi joyimizga kiramiz. Bu ofis. Bu yerda xususiy, bu yerda egalarini ofisi hisoblanadi, shu yerda o'tirishadi va katta pullarni ham hal qilishadi. Mana. Mana shunaqa hashamdor Armstrong patologlarni sizlar ham o'rnatib olinglar, agar sizda oziq-ovqat, ofis yoki somsaxona bo'lsa. Ketdi keyingisi. Mana bu joy avashnoy deyiladi, ya'ni o'zbekchada nima deydi avashnoy deb? Meva-cheva do'koni hisoblanar ekan. Mana shunaqa bo'tga ham hashamdor Armstrong patologlarini o'rnatib ketdik. Agarda sizlarga ham reychli patolog, Armstrong yoki Grillato kerak bo'lsa, hozirroq shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz.